Bugungi o'tadigan narsamiz, birodarlar, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Alloh taolo hammamiz bilgan oyatni nozil qildi. Va iymon keltirganlar, sizlarga ro'za farz qilindi. Sizlardan oldingilarga ham farz qilingandi. Sababi nima? Taqvodor bo'lish uchun dedi. Va ko'p esinglarda bo'lsa, oldingi yillarda o'tganidek Ramazonda berilgan, Alloh taolo tomonidan berilgan futuhatlar. Futuhat degani islomiy keng yoyilishlar degani. Masalan, Badr jangi Ramazonda bo'lgan. Makka fathi Ramazonda bo'lgan. Andalusdagi futuhatlar Ramazonda. Odam ro'za tutgan sari taqvodor bo'ladi ekan. Qachonki banda taqvodor bo'lsa, innalloha ma'allazina taqu va allazina hum muhsinun. Alloh taolo taqvodorlar bilan birga bo'ladi dedi. E'tibor beringlar, qachonki taqvo qiladigan bo'lsak, Alloh taolo biz bilan bo'ladi. Ramazonda e'tibor beradigan bo'lsak, odam taqvo qilsa, keyin natija bo'ladi. O'zi Ramazondan maqsad nima? Taqvo hosil bo'lishi. Lekin Ramazonda taqvo hosil bo'lmayotgan bo'lsa, bu odam boshqatdan bir niyat qilish kerak. Boshqatdan bir niyat qilib ro'za tutyaptimi, qiyomda turibdimi, taravada turibdimi? Chunki odam bolasiga berilgan ne'matni odam sezmayotgan bo'lsa, demak niyatida bir muammo bor. E'tibor beringlar, o'zi Ramazonda hamma Alloh taolo tomonidan berilgan ne'matlar bo'layotgan bo'lsa, lekin bu odamda o'zgarish bo'lmayotgan bo'lsa, bir qayerdadir xolal, kamchilik bor degan. Xuddiki ko'p eslataman, bir eshikmi, derazam ochiq qoldi, sovuq kiryapti tinmasdan. Shuni yopmagunimizcha iymoniy oziq bo'lmar ekan.